Lekin yusi tushmabdi deb siz o'shani hozir bitta tekshirib olishimiz kerak. Mana bunaqa bitta chapga o'tasiz. Hop, chapga o'tganingizda bitta nick bilan ID ko'rinishi kerak. Keyin o'ng tarafda настройкаga o'tasiz. Поддержкani bosasiz. Hop. Hop, поддержкаga kirgandan keyin bitta жалобы и штрафning o'ng tarafida predmet bor, o'rtasida. Hop, bu yerda BP bor, mana BP ni ustiga bosasizlar. Hop, bu yerda BP emasdi, UC ga o'zgartirib, mana bitta qancha UC tushishi hammasi ko'rinib turadi, qancha ishlatilgani o'shalarni polni ko'rsatib chiqasiz. Hammasini ko'rsatib chiqasiz. Hammasini emas, masalan sizga 19-da tashalgan, 19-da tushmagan bo'lsa, 2-3 kun oldingina ham ko'rsatasiz. Masalan, 15-gacha ko'rsatasiz deb polni. Mana shular hammasini ko'rsatib, bizga jo'natsangiz, o'shani qarab tekshirib, sizga UC ni tashib beramiz.